Assalomualaikum hurmatli ko'ruvchilar, sizlarga men Lordbek arnasi. Bugun bizda Free Fire'dan sizlarga bir qupiya aytdim bo'ladim do'stlar. Bu qupiyamiz endi. Ya do'stlar, bugun bizda Free Fire'dan qalay tegan almaz aluga bo'latini aytdim bo'lamiz do'stlar. 200 almaz baxanda 200 almaz sizlar ol 200 almazga nega hozir ne olasizlar? Любой bir qalagan narsalarni olasizlar. Bugun оружиеda skidka bo'layotib qo'y. Chamen оружиеda 200 oy 20 almazga tushqandan keyin 10 alasizlar, maksimum setesizlar. 200 almazga qolgan orujlarni alasizlar. Men hozir olsam, buni M40 da alatim bo'lam do'stlar. Meniki M40 da alatim bo'lam. O'sha mexanik M40. Ya, o'sha M40 bo'lam. Ya do'stlar. Al do'stlar, o'sha videoni ko'rgularni kelib, o'sha promokod alqalarini kelsa, kommentar yozib ketinglar. So'sin biz videomizni boshlaymiz. Al, jazmba? Tez jazib ol. So'sin tez like bosib, arnatirken bro. 301 подписчик qoldi bizning mang'ajitimizga do'stlar. Davay, 301 подписчик jinasak, ularga konkurs ochiq deb jarayonlaymiz do'stlar. Konkurs o'quvchi munamizga niyat degan. Do'stlar, so'sin men qatnashdim deb o'sha videoning ostida VK ссылкаларni qoldiringlar. So'sin mana feature videolaringiz ochiq bo'lishi mumkin. Ochiq bo'lishi kerak degan bu. Sebebi do'stlar, men sol feed orqali sponsorlarga yozilganlarni tushunayman do'stlar. Al do'stlar, danisizlarmi? Onda biz ketdik. Al do'stlar, bizga Oldishim Play Market degan nimaga kiramiz. Do'stlar, chechiqdan jildlatib bo'ldi, o'sha jildlatamiz. Do'stlar, filmlar, kitoblar degan turadi. Sonrasında promokodni belsendiruv degan. Kibir o'yinlarida boshqacha o'rishcha turadi, menda qazaqcha turadi. So promokodni belsendiruv degan bosamiz. Son bo'lgan biz promokod yozatamiz. Bu promokod meniki do'stlar. Qanday aytmoqchiman? Do'stlar, sizlar nima like dan bosib o'tiringlar. Arnan jarlar bo'ldi, sizga promokod aytadim. Al yozildimi? 3 sekund bering do'stlar. Davayda 3 sekund. 1 2 3. Молодец do'stlar. Yozildinglar ana. Al do'stlar, meniki promokod. Qanday promokod meniki olsangiz, Free Fire datlar. Fire. Gaz do'stlar, 1 minut size qo'ying. Do'stlar, men promokod unutgan jo'q ekan, sistemda arasin 1 vaqt yozatgan meniki qanday arasin 1 vaqt yozatamiz, so'sin Free Fire, so'sin 200 degan yozamiz. So'ng oyoqtaldi belsendirilgan bosamiz. Do'stlar, ne bayqabsizlar meniki? Ne bayqabsizlar? Nece garanda Free Fire degan minus turib, so'ng jonda 790 tega siziq tegin deb turasizlar. Tegin ko'rindirmi do'stlar? Tegin. Kelimat ya do'stlar, tegin. Meniki o'siz bo'lsa so'sin jalg'astir degan bosasizlar. Hozir zal ko'ramiz endi. Tushunmagan. Biroq tushun qo'ydim, meniki 0 tega do'stlar. Bonus berdi, bonus 0 tega 0. Buni qalay olmaysizlar do'stlar? Bastapqa bag'asi 790 tega, minus 790 tega bizga besplatno bergan. Ya do'stlar, jalg'astirib bosamiz. Hozir ko'ramiz. Видно, qo'lingizda operator orqali. Aytmoqchi do'stlar, menda Beeline chip yo'q ekan, Beeline chipini unutib ketdim do'stlar. Bo'lishni обязательно Beeline chipi bo'lishi kerak. Do'stlar, men unutib ketibman, bosim qaqpaydi yozdim. Ya do'stlar, endi bu tegin beradi, ko'rdinglar meniki. Otlaydan olasizlar. Tegin so'lay tegin 200 olmaz olasizlar. 300 olmaz, 400 olmaz alamı bilmiyorum kaç koyuş. 300 olmaz alalım. Konuşacağız kolik. Free Fire. Ay, man olmaz dik. Belsendirim. Ay jaradan dişi. Buğan bitip yazamız. Dişi 500 diyeceğiz kolik. Manga vermeyken. Karena jadni kesin mantığını verirsin miydim ben. Vermeyken daha cüzde koyuk. Böyle cüz almaz kim almak? 200 almaz hangisi? 200 almaz kana verirsin ben sonunda karena daha belsindirim. Hoppa, hani ki dostlar gönderdiği olayım. Al dostlar. Biz gazip nese aytатын bolamыз dostlar, sizlerge nese aytатын болам, gazip turatыңыздар. Ya dostlar, sizlerge aytатын әңгімем мінеки. Короче, маған ВК-ға жазыңдар дегем. Сол ВК-да жазады адамдар.
Бірақ мен соларға жауап қайтарайын деймін, бірақ бармай қалады достар. Неге екенін білмейтім соларға. Спонсор болайыншы, мен болайыншы деп жазады. Мен соған жазайын деймін, бірақ жазылмай қалады. Жазылмай қалады да. Жазылмайды, мен не екенін білмеймін, жазылмайды. Сол үшін мен сіздерге WhatsApp нөмірімді беремін достар. Маған жазылыңдар, WhatsApp нөмір. WhatsApp нөмірім жазып алыңыздар. 8 707 295 11 93 достар. Мінекей қайтадан қайталайым. 8 707 295 11 93. Иә достар. Мінекей осы менің нөмірім. Иә достар, конкурс сіздерге қатты айта оlayım. Оқушы мынамызға не алады деген конкурс түсірем. Доншы заман болсаңыздар, сіздерге 15 заман болады достар. Ал достар, арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен болған мен Лордбек анасы. Кездескенше сау саламат болыңыздар.